Yana shahrimizda bir qancha masjidlar qayta qurilyapti. Alhamdulillah, bularning hammasi bizning baxtimiz. Mana shu ishlarni qilishda ishtirok etgan mu'min musulmonlarga nihoyatda katta ajr savoblar va'da qilingan. Chunki masjid Allohning uyi. Masjid qurgan odam Allohning uyini qurgan bo'ladi. Masjid qurishida ishtirok etgan odam Allohning uyini qurishda ishtirok etgan bo'ladi. Mana shu haqiqatni biz anglab yetishimiz kerak. Allohni eng yaxshi ko'rgan diyorlari deydilar Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'z hadislaridan birida masjidlardir. Allohga eng mahbub diyorlar, joylar, maskanlar masjidlardir. Fuqaholarimiz aytadilarki, bir odam qizishib ketdi-da, qandaydir bir janjalning ustida boshqa bo'lib, menga bu dunyoda turish haromdir, agar tursam falon bo'lay deb qasam ichvardi. Ammo yo'q, dunyo qanaqa qiladi buni qasamini? Qasamxo'r bo'lmasak uchun nima qilamiz desa, masjidga kirib olsa qasamxo'r bo'lmaydi deydi. Chunki bu dunyodan emas masjid.